Assalomu alaykum aziz Muzaffar tog'a kanali muxlislari. Hurmatli YouTube ishqibozlari, mana navbatdagi darvozamiz Afsona Pasoni Rishton tumani Bo'ston qishlog'iga qurildi. 1.8 lis. 1.8 lis. Yondarlar 8 ga 12 bo'ldi. Stinkasi 2,5 yondarlarni. 8 ga 4, ramalar 8 ga 4. 1,5 stinkali bular. Atsinka o'yinmalar qoplandi bariga. Shumizolyatsiyalar, daqirda qurqmaydi unchalik. Zamoqlari zubur zamoqdan. Odatdagi zubur zamoqlar. Kvadrati 1.200.000 dan qilinyapti. Kimga shunaqa darvozalar kezi kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar bemalol. Hojibomni o'g'illariga qurdik. Hojibom ma'qulmi? Ma'qul, juda rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Bitta duo qilib beraman hojibom. İşleringda Allohim o'zi rivojini bersin. Qo'shganlaringdan qo'shiqlar etsin. Ana farzandlardan kelajagi porloq bo'lsin. Ko'plarda hojatini chiqarib, mana shunday chiroyli qilib obod qilib Allohu akbar. Rahmat hojibom. Omon bo'linglar, rahmat. Bu pasanda yaxshi tomoni orqasi tekis bo'ladi. Orqasi tekis chiqadi uni. Orqasi ham deylik chaspakka qo'yilmaydi ekan, orqasiga qo'yiladi. Tekis orqasi ham tekis bitta butun nimaga o'xshab chiqaveradi. Shu xonadonga qurildi. Chiroyli farishtali xonadon. Duo qildi. Mana shu Azam aka mana shu yigitni. Assalomu alaykum. Ishlarga gap yo'q. Zakaz qilaveramiz. Kam bo'lmaydi.